Mana ajoyib do'stlar, bugun kun 21-mart 2026-yil. Mana Mamatova o'zlari yaxshi ko'radigan ovqatlardan tayyorlayaptilar. Ovqat emas, bu salat. Salat ekan bu, mana. Ovqatni mana masalan. Kelinimizni chaqirishga bugun Osh. Mamatova haq beryaptilar. Hammamiz siz. Hammamiz haq beryapti. Iloyim baxtli bo'lsin, iloyim kelinimiz shu Mamatovani qadriga yetadigan mana shu insonni bizani shuncha yildan beri boqib, erkaklarni ishtonlarini yuvib, tarab, mana shuni ovqatlarni chiroyli qilib, qorinlarimizgacha o'ylagan inson mana shu Mamatova Turdiyevna bo'ladilar. Gulsevarxon ochmaydilar o'zlari aslida, lekin hozir Toshkanlu bo'lib ketganlar. Toshkanlu Varganzada ayni daqiqalarda. ana Qishloqda, hovlida. ana o'zimizda hovli mana. Xudo xolasa buni shunday chiroyli qilamiz, mehmonlarni kutib oladigan qilamiz hali. Ana. Ana, chiroqni yoqib dasturxonlarni ham oling deyaptilar o'rtoq Mamatova. Mana. Ana. Bizlar kulbayi bayroqonamiz. Mana aziz do'stlar, marhamat. Bo'lmagancha men gullarni quchaman degan qo'shiqlar bo'lardi. O'zlar tayyorlaganlar. Ana shularni. Mana Mamatova yana xizmatdalarda mana. Mana salatlar qo'yiladi. Aha. Bu birinchi salatimiz. Ikkinchi salatimiz. Nima buni ismi? Bu muzko'y kapris. Muzko'y kapris ham bor ekan. Mana biz kapris, ana muzko'y. Ikkinchi salatimiz gulkaram salat. Bu tarixda, bu tarix mana bu do'ppilani. Buni oti nima? Tuyani izi ekan. Ana shunga chizilgan. Buyuk Ipak yo'li o'tgani Shahrisabzdan. Varganzadanman-ku Kitob degan shahardan. Qashqadaryo daryosi chiqadigan buloqqa o'xshab qaynaydigan yerdi. Mintaqani, joydi. Oti Varganza. Qashqadaryo, Mehridaryo. Rahmat do'stlar.